Hozirimiz Farg'ona shahar Kalinskiy massivda va bu tomondan mana Do'mradon chorrahasidan kelish va bu tomondan Polsha bozor tomonidan kelish. Bu mana Favora choyxonasi. Shundoqqina Favora choyxonasining yaqinidagi mahallada 6 sotixga hovlimiz sotuvga qo'yilmoqda. Kirib sizlar bilan obzorni ko'rib chiqamiz. Hozir sizlar bilan qisqacha obzorni ko'rib chiqamiz. Kirganimizda bu darvozaxona. Mana ko'rganingizdek yangi darvozalar o'rnatilgan hovliyimizga. Mana kirganimizda hovliyimizda umumiy ko'rinish qismi. Xo'p, hovliyimizda hozircha bitta mehmonxona mehmonlar uchun va bu tomonda xonadonimiz o'zini vaqtincha yashab turgan uylari bor ekan. Kimdir olsa o'ziga mos qilib yana boshqatdan qurishlari mumkin. Hop, ba'zi bir sabablarga ko'ra uyning ichkarisiga kira olmaydi. Mana bu tomonda mana mehmonxona joylashgan. Ko'rib turganimiz. Va bu tomonda mana ozgina огород joylashgan va mevali daraxtlar bor. Ozgina va bu tomonda mana kirish bu ham bir kilisa ichkariga kirib ko'rsata olmadik. Mehmonxona, yotoqxona bor va bu tomonda mana oshxona va oshxonadan sanuzulga o'tish bor. Bu tomonda xo'p, hovliyimiz gaz, suv, svetdan muammo yo'q hovliyimizda. Ya'ni bu joylarda gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Kanalizatsiya mavjud. Va bu tomonda mana orqa tomonda bitta ayvon bor. Bu yerda umumiy sanuzul joylashgan bu burchakda va orqa tomondan ham mahallaga chiqish darvozasi bor. Va bu tomonda sklad qilib joylashyapti hozircha. Umumiy hovlimizni ko'rinish. Xo'p, hovlimizni olib bemalol proyekt bilan uy solsa ham bo'ladi. Hovlimiz juda ham mahallaning ichida joylashgan hovlimiz. Bu tomonda mana paravoy отоплениyalar o'rnatilgan. Ya'ni paravoy отопленiyalari bor. Xo'p. Mana ko'rib turganimizdek mana suvlar ham bor. Hovlimizni narxini xonadonimiz egalari 52 ming AQSh dollari deyishyapti. Yana kelishtirib berishar ekan. Bu taqalgan narx emas ekan albatta. Quyidagi nomerlarga murojaat qilsanglar, birgalikda kelib uyni ko'rsatamiz.